Aytganimdek, endi hech narsa qila olmayman. Ko'p harakat qildim. Lekin hech qanday samara bermadi. Amenhotep uni juda yaxshi ko'radi va hech qachon uni mansabidan tushirmaydi. Agar Amenhotep 4-Yuzarsifni haydamaydigan bo'lsa, unda uni biz yo'q qilamiz. Xohlaganingizni qiling, lekin meni bunga aralashtirmang. Xavotir olmang, xonim. Nima qilayotganimizni bilamiz. Yuzarsif janob oliylari, qullar va boylar soliqlarni oldindan to'lashni juda yaxshi kutib olishdi. Bu tabiiy hol. Foydadan keyin bo'lgan kishi soliq imtiyozini qabul qiladi. Ular soliqni 1 yil oldin to'laydilar va 2 yilga ozod qilinadi. Hojam, boshqa shaharlarda soliq yig'ish uchun nimadir qilishni xohlamaysizmi? Zovirdan kelgan do'stlarimizdan yordam so'rashimiz kerak. Ertaga ular bilan ishda gaplashaman. Men ularga xabar beraman unda. Nima bo'ldi, Inarus? Sal oldin rohib Apokini ko'rdim. U Tixonim bilan uchrashdi. Men unga ergashdim. U saroy oldida Ninifer bilan qisqacha suhbatlashdi. Ular nimanidir rejalashtirishgan. Men sizni hayotingizdan xavotirdaman. O'limdan qo'rqqan kishi yo yaratgan kabi panohga ega emas, yoki moddiy dunyoga juda bog'langan. Janob oliylari, siz hozir faqat o'zingizga tegishli emassiz. Siz millatning umidisiz. Yusuf hech narsa emas. Xudoyim yana men kabi bandalarni yuborishga qodirdir. U Yusufning o'rniga boshqasini yuboradi. bo'ldi? Biror ko'ngilsizlik bo'ldimi? Nefrititi xonimni ko'rishim kerak. Xudoyimga va hukmdorim Amenhotepga salomlar bo'lsin. Men noyob qudratli Parvardigorni qidiryapman. Nefertiti esa men kabi kuchsiz odamni o'z xo'jayini deb biladimi? Oromingizni buzganim uchun meni kechiring. Juda muhim narsani eshitdim va sizni bundan xabardor qilishim kerak. Nima gap ekan? Sal avval ibodatxona rohiblari Yuzarsifni o'ldirmoqchi ekanliklari haqida xabar berishdi. Qachon? Qayerda? Qanday qilib? Yuzarsif hozir qayerda? Bunisini bilmayman. Men faqat rohiblarning rejalari borligini bilaman xolos. Yuzarsifning hayoti har qanday vaqtda xavf ostida bo'lishi mumkin. Bularni qayerdan bilasiz? Onangiz Teyning xizmatkori buni eshitganda, rohib Apoki bu haqida onangiz bilan suhbatlashgan. Yuzarsifni darhol chaqiring. Shoshiling.
hokimi Yuzarsifga salomlar. Sizga yaratganning salomi bo'lsin. Nima bo'ldi? Nega vahimadasiz? Fir'avn sizni chaqiryapti. Juda ham shoshilinch. Biror narsa bo'ldimi? U shoshilish nima uchun ekanligini aytmadimi? Yo'q, ammo qo'rqib ketdi va xavotirda edi. U darhol yetib kelishingizni buyurdi. Ketdik. Fir'avn Amenhotepga salomlar. Ibodatxona rohiblari sizni o'ldirish uchun reja tuzishganini bilib qoldim. Hali hech narsa sodir bo'lmadi. Xavotirga o'rin yo'q, hukmdorim. Biz bu yerda va u yerda ba'zi yangiliklarni eshitamiz yoki shubhali harakatlarni ko'ramiz. Bu bizni xavotirlantiryapti. Bugun rohib Apoki Tixonim bilan uchrashdi. U eshik oldida soqchilardan biri bilan suhbatlashdi. Men ularni eshitmadim, lekin ularning niyati yomonligiga aminman. Demak, bu haqiqat. Tixonimning xizmatkori boya huzurimga kelgandi. Uning so'zlariga ko'ra sizni Misr ishlarini boshqarishdan mahrum qila olmagandan so'ng o'ldirishga qaror qilibdi. Men sizni ogohlantirgan edim, janob oliylari. Bir necha kun oldin ular bosh qohinni o'ldirganlarida Zovurda qamalgan jinoyatchi Ninifer menga Yuzarsifni o'ldirish uchun imkoniyat izlayotganini aniq aytgan edi. Bu muhim emas. Bunday buzuq muhitda ishlar to'xtab qolishidan xavotirdaman. Ochlik inqirozini hal qilish uchun bor kuchimizni sarflashning o'rniga biz bu fitnalarni hal qilishga kuchimizni sarflaymiz. Otam faqatgina ibodatxona rohiblarining o'z hukmini o'tkazishiga qarshi edi, lekin men ibodatxona va Amonga sig'inishga qarshiman. Bu e'tiqodni imkon qadar tezroq yo'q qilish kerak. Tezda shoshilinch qat'iy qaror qabul qilish kerak. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Vaqt ko'tarilgan qilich egasining hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Ibodatxonaga qarshi bizning eng kichik harakatimiz ham odamlarni bizga qarshi qo'zg'atadi. Qolaversa, Amon ibodatxonasining katta boyligini hisobga olsak, u Misr hukumatiga qarshi minglab kishini osongina safarbar qilishi va minglab kishining o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Kunduzi bizning saroyimizda josuslik qilishlarini va sizni o'ldirishni rejalashtirayotganlarni ko'rmaysizmi? Agar ularga imkoniyat bersak, ular bizga halokatli zarba berishadi. Buni badali og'ir bo'ladi. Fir'avn janoblari xotirjam bo'lsin. Menda rohiblardan qutulish mumkin bo'lgan bir reja bor. Jon deb eshitaman. Rohiblarning fitnalardan ozod bo'lmoqchiman. Bu ishni sizga ishonib topshiraman. Avval menda savol bor. Keyin rohiblarga qarshi kurashish yo'lini aytaman. Fir'avn qaysi ilohga sig'inishini bilmoqchiman. Sizni ilohingizni bilmayman men. Lekin sizning ilohingiz ibodatxonaning xazinasini to'ldirishni o'ylamaydi. Shuningdek, Yuzarsif singari insonni hech qanday manfaat kutmagan holda Misr xalqini ocharchilikdan qutqarish uchun yuboryapti. Aytganlaringizni inobatga olib, sizni yagona zotga sajda qilishga taklif qilsam bo'ladimi? Buning hojati yo'q. Chunki men hozir ham yagona Xudoga sajda qilaman. Yagona Xudo? Ha, yagona Xudo. Butun dunyoga teng ravishda porlayotgan Xudo. Uning rahmati barcha mavjudotlarga teng ravishda beriladi. Barcha mavjudotlar hayotini yaratgan zot, o'rmonlarni o'sishi va dehqon xo'jaliklarini unumdorligi u tufayli. Fir'avn hayajonlanmasligi kerak. U yana hushidan ketishi mumkin. Men butun koinot irodasi izmida bo'lgan Xudoga sajda qilaman. Agar shuni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, uning yagona ilohligini tan olaman. Ishonavering. Men tushuna olmadim. Fir'avn quyoshga nur beradigan va barcha mavjudotlarni yaratguvchi bo'lgan zotga ishonadi. Ham unga, ham payg'ambariga iymon keltiraman. Unga Atona deb nom berib duo qilsam bo'ladimi? Uning 1001 ismi bor. U butun dunyoda boshqacha nomlanadi. Fir'avn Amenhotep uni Atona deb atashi mumkin. Amenhotep, Amenhotep, men bu nomdan nafratlanaman. Men Amon ismidan nafratlanaman.
Men Atonaga sajda qilaman. Bundan buyon o'zimni Akhenaton deb atashni xohlayman. Bu chiroyli ism. Atenga sig'inuvchi. Akhenaton. Akhenaton. Ertagayoq dinimni e'lon qilaman. Barcha odamlar Amenhotep ekanligimni bilsin. Yo'q, Akhenaton, yagona va ko'rinmaydigan zotga sig'inadigan inson. Men hammaga iymonli bo'lishni, jonsiz Misr ilohlarini qoralashni va ularni yo'q qilishni buyuraman. Men ismingizni o'zgartirib, yagona Xudoga iymon keltirishingizga qo'shilaman. Biroq odamlarni hozir dinlarni o'zgartirishga majbur qilish oqilona ish deb o'ylamayman. Nega endi? Odamlar e'tiroz bildiradilar. Ular haliyam Amonni yaxshi ko'rishadi. Agar diningizning nomini o'zgartirsangiz, odamlar shubhalanadilar. Chunki ular sizni ilohning o'g'li deb hisoblashadi va sizni rad qilishingiz Amonga bo'lgan ishonchlarini susaytiradi. Bunday vaziyatda ismingizni o'zgartirsangiz, ibodatxona rohiblari juda g'azablanishadi. Shubhasiz. Men sizga ism va din o'zgarishini jamoatchilik oldida rasmiy marosimda e'lon qilishni taklif qilaman. Bu rohiblarni dahshatga soladi. Chunki Fir'avn dinining o'zgarishi sohiblarning hokimiyatini pasaytiradi. Shunday qilib, saroyimizdagi Amon ibodatxonasini yopishimiz kerak. Nefertiti xonim ham yagona iloh e'tiqodi bilan sharaflanadi. Shu tariqa saroydagi rohiblarning ta'siriga nuqta qo'yiladi. Natijada Yuzarsif janobi oliylari uchun xavf ko'proq bo'ladi. Chunki bularning barchasi uchun ibodatxona uni javobgar qiladi. Xavotir olmang. Yaratgan meni himoya qiladi. Janob Yuzarsif, yaratgan o'z payg'ambarini shubhasiz himoya qiladi. Xudoning himoyasi bizni burchimizni ozod qilmaydi. Siz ham ehtiyotingizni qilib qo'ying. Hech qachon saroyni tark etganda uni yolg'iz qoldirmang. Yuqori va quyi Misrning buyuk hukmdori, Amonning o'g'li, Fir'avn Amenhotep va uning oila a'zolari tashrif buyuradi.
Bugun Amonni sharaflash marosimi emasmi? Ha. Lekin nega bunaqa hurmatsizlik bilan o'tkazilyapti, hayronman. Bugun Misrning buyuk ilohi Amon hokimiyatga kelgan kun. Shu kuni Amon jangda Misrning sobiq xudosi Ra'ni mag'lub etdi va buyuk ilohga aylandi. Misr xalqi har yilda o'sha kunni nishonlaydi va Fir'avnning maxsus marosim o'tkazadi. Shuning uchun Amonning haykali bu yerda turadi. Aftidan Amonxotep ham Amonni yuvmoqchi emas. Tutatqi yo'q. Qurbongoh tahoratxonasi yo'q. Amenxotep bugun rasmiy kiyim kiyish kerak edi. U Amonni oldida tiz cho'kib, hurmat ko'rsatish kerak edi. Fikrlashayotganingiz sababini bilaman. Ba'zi savollar xayolingizni band qildi, ha? Nega men rasmiy kiyim kiymadim? Nega Amon oldida tiz cho'kmadim va tutatqi tutatmadim? Nega Amonning qurbongohini qon bilan yuvmadim? Javobi aniq. Men bundan buyon Amonga sajda qilmayman. Men yagona Xudoga iymon keltiraman. Buni bilardim. Yusuf qiladiganini qildi. Ha. Men yagona Xudoga, samolarning parvardigoriga ishonaman. Misr xalqining diniga hech qanday aloqam yo'q. Hammaning tanlovi ixtiyoriy. Har kim o'zi istaganini tanlaydi. Nima deyapsan, Amenxotep? Bu nimani anglatadi? Bas qiling, volidam. Bas qiling va joyingizga o'tiring. Siz rohiblar, bu haykalni olib tashlang. Akhenaton saroyiga bundan buyon va abadul abad Amon kerak emas. Amonning ibodatxonasini ham yoping. Bu saroyda bundan buyon ibodatxonasi ham bo'lmaydi uni. Sizlarga aytayapman, bu haykalni olib tashlang. Amonning la'nati bo'lsin sizga. Amonning la'nati bo'lsin. U sizni hech qachon kechirmaydi. Amonning la'nati bo'lsin sizga. Amonning la'nati. La'nati bo'lsin sizlarga.
Misrning zodagonlari, qo'mondonlari va amaldorlari. Men bugundan boshlab yagona Xudoga sajda qilaman va ismimni Amenhotepdan Akhenatonga o'zgartiraman. Buni butun Misr bo'ylab e'lon qilib chiqing. Misr fir'avnining ismi Akhenaton, ya'ni yagona Xudoga sig'inuvchi deganidir. Amonga sajda qilganimda ismim Amenhotep edi. Lekin bugundan Amonga sajda qilmayman. Buni hamma yaxshilab bilib qo'ysin. Xiyonat hukmronlik qiladigan saroyda Amon va uning ibodatxonasiga ehtiyoj yo'q. Ular Amonni inkor qilganlar uchun jazolanadi hali. Amon bunday xiyonatga toqat qilmaydi. Amenhotep ulkan falokatni kutsin endi. Buni qasosini olaman. Bundan buyon biz tez va jiddiy ishlashni boshlashimiz kerak. Aks holda biz bug'doyni saqlay olmaymiz. Bu yerda birodarlarning borligi ular tayyor ekanliklarini e'lon qilishdir. Misrning shahar va qishloqlariga boring. Men xohlagan ma'lumotlarni to'plang. Soliqlar va 5 dan 1 yig'imni tezlashtirish uchun ba'zi odamlarni yollang. Daromadning 5 dan 1 qismi barcha odamlardan olinishi kerakmi? Yo'q. Shubhasiz, kambag'allar buni to'lashdan ozod qilingan. Har bir shahardagi oilalar soni yoki ularning farzandlari va ular qo'llab-quvvatlaydigan odamlar soni ma'lum bo'lishi kerak. Har bir shaharda do'kondorlar, dehqonlar va hunarmandlar soni ma'lum bo'lishi kerak. Oxirida har bir shaharda boylar va ularning qullari soni, kambag'allar soni aniq olinishi kerak. Har bir shaharda badavlat va kambag'al insonlar sonini aniqlash oson emas. Hojam, ushbu ma'lumotlar nega bunchalik muhim? O'zlaridan boshqa hech kimni o'ylamaydigan boylardan farqli o'laroq, agar so'rasangiz kambag'allar o'zlarini ham boylarni ham bilishini bilib olasiz. Ocharchilik bo'lganda ko'plab boy odamlar soliq to'lashdan qochish uchun o'zlarini kambag'al qilib ko'rsatishadi. Ochlik paytida kimga yordam kerakligini va bug'doy uchun qancha pul to'lash kerakligini bilishimiz kerak. Zulayho xonimga salomlar Nima bo'lsin. bo'ldi, Rodamon? Sizni yangiliklardan boxabar qilay degandim. Bugun fir'avn Amon dinini qoraladi va o'zini Atenga sig'inuvchi deb atadi. U ismini Amenhotepdan Akhenatonga o'zgartirdi. U hammaga bundan buyon uni Akhenaton deb atashni buyurdi. Aten yagona Xudoni boshqa ismi. Siz demoqchisizki, Yuzarsifning xudosimi?
Shubhasiz. Bu e'tiqod o'zgartirishi Yuzarsifni yo'l ko'rsatganligi tufaylidir. Lekin men Akhenaton quyosh o'g'li degan ma'noni anglatadi deb eshitganman. Atenga sig'inuvchilar quyosh sayyorasini yagona xudoning ramzi deb bilishadi. Kim Yuzarsif bilan bo'lsa, buning ulug'ligidan bahra oladi. Bu qo'l dunyodagi ulug' hukmdorni ham qo'lga oladi deb kim ham tasavvur qilardi? Rodamon, Yuzarsif hozir qayerda? Aniq Maxu va ibodatxona rohiblari sizni hammasi uchun aybdor qiladi. Shu kunlarda siz uchun tashqariga chiqish juda ham xavfli. Molik hazratlari, Fiva shahrining qashshoqlari yashaydigan joylarini bilasizmi? Ha. Men u yerda 20 yil yashadim, hojam. Men ham 20 yildirki Fivada yashayman. Unda bola edim, lekin Putifar va Zulayho xonim bilan borganimda faqat 2 marta u yerni ko'rganman. Demak, Fivaning xarobalarini ko'rishni xohlaysiz. Men shahar aholisining ahvolini yaqindan ko'rishim kerak. Xavotir olmang. Men niqobda ketaman, ko'rasiz. Hech kim tanimaydi. Bundan buyon men barcha bug'doy, paxta dalalari, tosh konlari va qullarni ko'rishim kerak. Misrda nima bo'layotganini yaxshi bilishim kerak. Xavotir olmang, uni yolg'iz qoldirmayman. Ketdik, Molik. Shaharning badavlat odamlari juda shohona yashaydilar. Biz bu haqda biror chora o'ylashimiz kerak. Ular boyliklarining bir qismini kambag'allarga berishlari kerak. Ko'p yillar davomida bu badavlat kishilar Misrda son sanoqsiz oddiy odamlarning mehnatidan foydalanib kun ko'radi. Buni qanday o'zgartirmoqchisiz? Yaratgan meni qo'llab-quvvatlaydi. Ular uchun ba'zi rejalarim bor. Bu ko'cha Qul bozori va Suriya darvozasiga olib boradi.
Qullar bu yerda. Mana, hammasi yosh, kuchli va juda ham sog'lom. Juda mehnatkash. Tishlari ham sog'lom. Boshlang'ich narxini 100 tanga qilib belgilayman. Kim bunga xaridor? Faqatgina 100 tanga. Putifar janobi oliylari 3000 tanga to'layapti. Putifar hazratlari 3000 tanga to'layapti. Putifar hazratlari 3000 tanga to'ladi. Bu qul Putifar janoblariga sotildi. 10 tanga beraman. 10 tanga yo'q, bo'lmaydi. Uning kuchli, sog'lom ekanligini aytdim. 10 tangadan ko'piga arziydi. O'ttiz tangami? 50 tangadan kamiga bermayman. Juda yuvosh va mehnatkash qul bu. 20 yil oldin xuddi shu yerda meni qul qilib sotishgan edi. Putifar meni 3000 tangaga sotib olgan edi. Esingizdami, Molik? Ha. Tangani Putifarga qayta to'ladim. Evaziga Yuzarsif hazratlarini qaytarib oldim. Men ham yana qadrdon do'stimni topganimdan baxtiyorman. Ketdik. Yusuf boshqaradigan shaharda odamlar qanday qilib shunday yashashlar mumkin? Agar men bu shafqatsizlikka yo'l qo'ysam, Xudoyim meni hech qachon kechirmasin. Zolimlarning ag'darilishi va mazlumlarning hukmronligi bilan shartlarni o'zgartiraman. Yuqoridagi va pastki joylar o'zgaradi. Kambag'al va boylar tenglashadi. Biz Yuzarsif janobi oliylari bilan uchrashmoqchimiz. Biz uni ko'rmoqchimiz. Ha, ko'rmoqchimiz. Ular bilan uchrashmasdan hech qayerga ketmaymiz. Qancha kerak bo'lsa shuncha kutamiz. Qolamiz. Biz uni ko'rishimiz kerak. Qolamiz. Ha, biz qolamiz. Yuzarsif janoblari bilan bizni ko'rishtiring. Iltimos, uni ko'rishimiz kerak. Uni yoniga kiriting. Uni ko'rishimiz shart. Iltimos, ko'rishimizga ruxsat ketmaymiz. Uni ko'rishimiz kerak. Uchrashtiring. Iltimos, bizni Yuzarsif janoblari bilan uchrashtiring. Iltimos sizdan. Iltimos janob. Qancha kerak bo'lsa biz shuncha kutamiz. Yuzarsif hazratlarini uchrashmasdan ketmaymiz.
Bizga Yuzarsif hazratlari kerak. Ha! Qaranglar. O'zlari keldilar. Yuzarsif hazratlari. Janobi Yuzarsif. Yuzarsif Janobi hazratlari. oliylari. Qanday yordam bera olaman? Rohiblar va yer egalari Mana, bizga zulm biz qilyapti. Yuzarsif hazratlari. Ular janob oliylari. bolalarimizni qul qilishdi. Janobi oliylari. Rohiblar va yer egalari bizga zulm qilyapti. Oling. Ulardan shikoyat qilib keldik sizga. Ha, shunday. Ularni zulmidan bizni Buni ozod qiling. to'xtatish kerak. Iltimos, adolat Ular qiling. bizni bolalarimizni qul qilishdi. Bizni Haqqimizni huquqimizni olib rohiblardan bering, oling. iltimos. Kerak. Hamma narsamizni talashdi. Hamma Zulmi narsamizni. borgan sari ortib boryapti. Nima qilishni ham bilmay qoldik. Qo'limizdagi bor hosilni ham tortib olishyapti. Janob Yuzarsif, bizga zulm Boshimiz qilishyapti. qotib qoldi. Iltimos, Biz uni shu adolat yerda qiling. kutamiz. Haqqimizni Iltimos. olib bering, iltimos. Adolat talab qilamiz. Bo'ldi, tinchlaning. Sizga yordam berishga va'da beraman. Nima bo'ldi, Inarus? Bu odam kim? Mimi Sabu. Mimi Sabu. Mimi Sabu. O'zingni urintirma, sog'ayib ketasan. Bu shunchaki kichik jarohat. Xavotir olmang mendan. Muhimi siz yaxshi bo'ling. Menga shu kifoya. Tinchlan, uni saroyga olib boring. Soqchilar, Tabib Senexuni chaqiring. Tez bo'ling. Bu xayrli yakun emas, Ninifer. Men harakat qildim. Lekin sizni o'zgartirish imkonsiz. Sizning yuragingiz gunoh bilan muhrlangan va hech narsani qabul qilmagan. Kechirasiz. Sizga yo'l ko'rsata olmadim. Koshki hayoting bunday tugamaganida edi. Uni g'arbga olib boring va dafn qiling. Ketdik, Molik. Rahmat. Tengsiz fidoyiliking bugun meni qutqardi. Men uchun yaratganni payg'ambariga fido bo'lish ulkan baxtdir, hojam. Lekin men suiqasdni oldin ola olmadim. Sen hali bizga keraksan. Sizlardan boshqa yaqin do'stim yo'q-ku. Meni shunchalar tez yolg'iz qoldirishni xohlayapsanmi? Yagona orzuyim butun umr xizmatingizni qilib siz bilan birga bo'lish, Yuzarsif janoblari.
Misr hokimi Yuzarsif janobi oliylariga salomlar bo'lsin. Sizga Xudoyimning salomi bo'lsin. O'zingizga zarar yetmadimi? Yo'q, men yaxshiman. Yara juda ham chuqur, juda bardoshli ekan. Lekin tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Bir oz toza zig'ir va iliq suv olib kelsangiz. Qo'lingizdan kelganini qiling. Mimi Sabu men uchun juda aziz. Men Akhenatenga borib, bugun nima bo'lganini aytib berishim kerak. Yuzarsif janobi oliylarini tashqarida hech qanday xavf kutmayotganiga qanday amin bo'lishimiz mumkin? Yuzarsif janobi oliylarini saroyda ham yolg'iz qoldirmaslik kerak. Shahar xatarga to'la. Siz haqsiz. Uni qo'riqlab boraman. Ninifer o'ldirildimi? Ibodatxona rohiblari va Amon izdoshlari orasida bizni bu dahriydan xalos qiladigan hech kim yo'q demoqchimisiz? Qo'sh gapiring. U kundan kunga ishlarni ko'proq nazorat qiladi va Amenhotepni ko'proq hayratga soladi. Bu ahmoq bola unga jilovini berib qo'ydi. U bilan maslahatlashmasdan hatto suv ham ichmaydi. Men saroyda bir askarni bilaman. Buni qilish uchun jasoratli yigit. U menga qulay fursat kelishi bilan Yuzarsifni o'ldirishni va'da qildi. Ishonavering. Sizningcha u buni qila oladimi? Agar ibodatxonaning Yuzarsif va Amenhotepni o'ldirilishi ortida turgani ma'lum bo'lsa, boshimizga qanday kunlar tushishini bilasizmi? Xo'p, ularga hech qanday dalil bermang. Dalillarni yo'q qiling. Demak, kim Amenhotep va Yuzarsifni o'ldirsa, uni yo'q qilish kerakmi? Shunday demoqchimisiz? Bu ayovsiz urushda bizning halokatimizdan ko'ra Fivaning minglab odamlari o'ldirilgani afzaldir. Qotillikdan boshqa choramiz yo'qmi? Nima qilamiz? Ahmoq! Bu Amon qolish uchun urush Amon ibodatxonasi va Amonga sig'inish demakdir. Yuzarsif bizni dushmanimiz. Agar biz uni o'ldirmasak, u bizni yo'q qiladi. Agar biz uni o'ldirsak, Amenhotep bizni o'ldiradi. Unda nima qilamiz? Ey buyuk Amon! Dushmanlarimizni yo'q qil. Begona Quldahriyning bizni boshqarishiga aslo yo'l qo'yma. Yuzarsifning soxta va noma'lum xudosini sizdan va boshqa Misr xudolaridan ustun bo'lishiga aslo yo'l qo'ymang. Buni sizning maslahatchingiz sifatida aytaman. Hozir ibodatxonaga qarshi choralar ko'rish uchun qulay vaqt emas. Ko'plab begunoh odamlar o'ldiriladi va Amunning ta'siri ham bartaraf qilinmaydi. Men haqimda tashvishlanmang. Ular menga zarar bera olmaydi. Bu katta jasorat. Ammo sizga suiqasd uyushtirildi. Hech qanday dalil bo'lmasa-da, lekin biz uning orqasida ibodatxona turganligiga shubha qilmaymiz. Biz ularning xabarchilariga va aralashuviga toqat qildik. Ular fitna uyushtira boshladilar. Biz fitnaga toqat qildik, ular sizni o'ldirishga harakat qilishdi. Agar ular ertaga bizni o'ldirishga harakat qilsalarchi? Agar ular sizga zarar yetkaza olishsa, biz tamom bo'lamiz. Agar siz Anhmahu va rohiblarni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, biz buni bugun qila olamiz. Ammo agar siz butparastlikni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz va tavhidni targ'ib qilsangiz, kutishingiz kerak. Odamlar hech qaysi dinni qilich bilan qabul qilmaydi. Agar Fir'avn ocharchilikni kutsa, Yaratganning irodasi bilan biz Amon va rohiblarning yo'q qilinishiga guvoh bo'lamiz. Yaxshi.